Hello hammaga do'stlar. Bugun biz top 5 ajoyib saytlarni 3-qismini olamiz. Qani ketdi bo'lmasam. Birinchi saytimiz Vivo. Qani ketdi. Kichik ovozini chiqaring. Xo'sh. Bilmadim, qishloq chiqmadi. Mayli, bo'lmasam biz ikkinchi saytimizga o'tamiz. Men bir fayzli qilib ko'raymikan. O'xshamadi. Ikkinchi saytimizni eslab qiyinroq bo'ladi. O'zim ham zo'rg'a eslab qolganman. 14, 11, 23, 80, 30. Bunda juda ham katta qishloq chiqadi. Va mana bizning ulkangina bag'ib qolgan qishloq. Mana bu yerda ham bor qishloq. Bu yer juda ham katta mana. Uchta qishloq. 3ta ko'znica. Yana bag'ida ham bor mana. Oho, juda ko'p. Qani bo'lmasam biz keyingi 3-saytimizga o'tamiz. Bizning 3-saytimiz bu g'alatiroq bo'lsa ham Muhammad Amin. Oho. Eslatib qo'yaman, Muhammad Amin degan o'rtog'im bor. Xo'sh, men bu saytni avval qilib ko'rganman va bunda ham bir narsa chiqqanda ozgina uchsak yoki yursak videoni o'tkazib yuborardim, ammo ko'rmay qolishingiz mumkin. Mana. Ko'rib turganingizdek yalmog'izning uyasi chiqadi. Mana ichida yalmog'iz o'zi yo'q. Xatlarda cho'milib yuribdi. Bu qilib yoki yalmog'iz yo'qligining sababi bo'ldi. Mana shuning uchun yalmog'iz yo'q ekan. Demak, biz 4-saytimizga ketdik. Va bizning 4-saytimiz Fayzimayn. Siz to'g'ri eshitdingiz. Fayzi uchun ham sayt bor ekan. Men bu saytni aslida 3 oy oldin bilgandim. Va bizning ko'znicasi yo'q qishloq. Chekkalarida tog' ham bor. Hozir mayli tosh bilan ko'rsataveraman. Mana. Bu tog' aslida anchagina tekis. Mana. Dahshat tekis. Bu tomonlarda o'rmon mana. Tog'ni ko'rib oling. Bu tomonlarda esa balo ham yo'q. Qani bo'lmasam biz so'nggi va 5-saytimizga o'tamiz. Bizning oxirgi saytimiz bu Iftixorjon. Buni men o'zim o'ylab topganman. Va qani o'zim o'ylab topdim. Nima? Men noto'g'ri terdimmi saytni? Park ko'paydi. Yo'q, demak xato tepman. Mayli. 4ta sayt bor. Yaxshi. Videoni shu joygacha tomosha qilganingiz uchun tashakkur. Sizlar bilan yana qachondir ko'rishguncha xayr.